Assalomu alaykum do'stlar. Bugun gildiyadagi do'stlarim bilan o'ynayapman. Revival point here. Roger. Qani go. Heads up. Enemy dropping close. Got a gun. Men ikkinchi raqamda bo'lishim uncha to'g'ri ish emas. Nima deysizlar? Shu videoni ko'rganlar obuna bosib qo'yinglar. Bundan yaxshi videolar hali oldinda. Iltimos, padishkani ayamanglar do'stlar. O'zbekiston, padishkani ayamaymiz. Kanalim rivoji uchun obuna bosib qo'ying. Shu videoga like, kommentlar to'ldirib tashlang, kommentlarni to'ldirib tashlang. Va niklarni IDlaringizni yozib qo'ysalaringiz, xudo xolasa jonli efirda birga tushib o'ynaymiz. Ya'ni sizlar ham jonli efirda bo'lasizlar men bilan. Qani. Yomon uraman. Bitta kill tayyor. Sizlar ham obuna bo'lib qo'yinglar. Kanalim rivoji uchun do'stlar. Hop, mana bot. Qani bilan. Hop. Enemy down here. Double kill. Daud bo'lishim qiyin, David. Zayg'inno 99 yaxshi o'ynayapti. Gildiyadagi eng katta bu. Qayoqqa qo'yapsan? Mana. Sraz David bo'lib ketdi. Triple kill. Need equipment. Obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar, obuna. Obunalarni ayamanglar do'stlar, obunani Mission ayamanglar. accepted. Kanalim rivoji uchun obunani ayamanglar. Xudo xolasa jonli efirni ham boshlab qolaman. Kommentga o'z IDlaringni, niklaringni yozib qoldirsalaring, sraz druzga tashab jonli efirda birga o'ynaymiz. Qani go, obuna bo'lganlar bilan o'ynayman. Faqat obuna bo'lganlar bilan o'ynayman. Farqi yo'q. Like'larni to'ldirib tashinglar, kommentlarni to'ldirib tashinglar. Kanalim rivoji uchun obunani bosib qo'yinglar. Sizlardan iltimos. Quadra kill. O'zi 4-kill.
5-chi kilam tayyor. Meni nikim mana ko'rib turganingizdek 10x Speedy. O'sha nikda sizlarga tashiyman. Obuna bo'lganlarga. Qani O'zbekiston Go podishkani ayamaymiz. Hitless mission accepted. Head there. I placed a portal go. Men rozi yomon qilaman-da. Yomon o'ynashdi. Unstoppable. Mana senga. Rampage. Head there. Zakin 99 nechta kill qildi ekan. Mana Dilya. Need equipment. Qiz bola bilan o'ynayapman. Ya'ni qiz bola sherik. Noto'g'ri tushunmanglar u. Gildiyadagi sherik bir do'st. Zakin 99 gildiyadagi eng kattasi. Ya'ni gildiyani ochgan odam. Dilya. Good job. O'sha 8-kill. Menda endi 7-kill. Hitless mission accepted. Ko'ramiz, hozir oshib ketamiz. Oshib keta olarmikinman? Head there. Nima deb o'ylaysizlar? Shu Dilyadan oshib keta olamanmikan? Kommentga yozib qoldiring. Dilyadan oshib ketsam kommentga to'ldirib tashlang. Good job. O'yinimni ham bir maqtab qo'ysalaring yaxshi bo'lardi. Qoyil, o'zi 9-kill. Ana endi men o'zim o'yinimni ko'rsataman-da. Hitless mission accepted. Ana yana bitta kill. O'zi tayyor. Hop. Killing spree. Hitless mission accepted. Wipeout. 9-kill. Baribir oshaman sen Dilyadan, baribir oshaman. Qiz boladan qolish yo'q. Qiz bolani ortda qolish yo'q. Nima deysizlar do'stlar? Kanalni rivoji uchun obuna bosib qo'yinglar. $500 ga toplayapti. SMS kelyapti, zaybab qo'yadi. Qadam yetamiz. I need blue wall. Wipeout.
10 ta ki bolalar, 10 ta. Tegmaydi. Ba'zi paytlar nastroyka ishlamay qoladi. Meni orqasidan qo'shimga jonni kamligini qaranglar, yeb yubordi ular. Team wipeout. Team wipeout. Oyoq. Birinchi, uchinchi o'rin, ikkinchi o'rin. Kanalni rivoji uchun obuna bo'lishni unutmanglar do'stlar. Davay.